Bismillahirrohmanirrohim. Hoshiyadagi bitiklar. Bir darvish juma kuni nozanin dilbarlar serqatnov bo'lgan Mushku Anbar do'konining oldidan o'tib keta turib, yoshgina bir kanizagini ko'rib qoldi. Shu damda uning qalbida muhabbat bosh ko'tardi va darvish ishqi muhabbatga mubtalo bo'ldi. Bir lahzadan ham kam vaqt ichida uning butun borlig'ini mana shu gulbadan go'zalning ishqi muhabbati chulg'ab oldi. Darvish darhol yo'nalishini o'zgartirib, o'sha go'zal kanizakning izidan ketdi. Darvish bu yosh qizning ortidan u bir oz naridagi ko'prikdan o'tgunicha ergashib bordi. Qiz uning ortidan kelayotganini tushunib, shartta o'girilib Darvishga qarab yura boshladi. Darvishning yoniga kelgach, "Ey Darvish, nega ortimdan kelyapsan?" dedi. Darvish qizga qanchalar otashini muhabbatga mubtalo bo'lib qolganini tushuntirdi. "Meni o'z holimga qo'y", dedi kanizak. "Mendan hech yaxshilik ko'rmaysan. Ishqi muhabbat borasida mendan hech nimadan umidvor bo'la olmaysan. Senga nazar tashlashimning o'zi menga kifoya, bundan boshqa maqsadim ham yo'q." Kanizak Darvishning muomalasidan hayron qoldi. Unga ko'ngli achidi chog'i ruxsat bergandek, "Faqat shu xolosmi? Qaray qol bo'lmasam", dedi. "Isming nima?" deb so'radi Darvish. "Ismingni lutf aylab ayta olasanmi, ey malika?" "Xilvat", dedi yosh qiz. "Xo'p, endi seni yana qachon ko'ra olaman?" "Har juma kuni mana shu vaqtda o'sha yerda bo'laman", dedi yosh qiz. Darvish umrining oxirgi kunigacha har juma shu vaqtda Mushku Anbar do'konining atrofida aylanib yurdi. Darvish umrining oxirgi kunigacha har juma shu vaqtda Mushku Anbar do'konining atrofida aylanib yurdi. Darvish o'zini bitta qarashda ishqi muhabbat to'riga tushirgan o'sha go'zal dilbarni qayta biron marta ham ko'ra olmadi. Abdulkarim Kushayri. Izoh: Abdulkarim Kushayri 986-1072 yillarda yashagan xurosonlik mutasavvif olim. Mashhur Risola-i Kushayriya asari muallifi. Butun bir lahza ham ko'zim ilinmadi. O'sha gulbadanning tovushini tasavvur qilib ko'rdim. Bir daryo bo'yidami, allaqaysi qorong'u zindondami, mayli qayerda bo'lsa ham u bilan ro'baro turib gaplashishimizni ko'z oldimga keltirdim. Ha, qani bu rost bo'lsa-yu, bu haqda yozsam edi. Hayhotki, bu shunchaki orzu edi. Ha, shoirlar aytgani rost ekan. Bir martagina ko'rib, ishqi muhabbat otashiga giriftor bo'lish mana shunday bo'lar ekanda. Axir men bu ilmning birorta harfini ham o'rganmagan bo'lsam, buning ustiga qo'limga olgan birinchi atirgulning tikani sanchilib, yaralangan barmog'im haligacha bir zirqirab qo'yadi. Atirguldan qo'rqaman shekilli. Ha, atirgulni sevaman, lekin tikanidan ehtiyot bo'lib turaman. Men bulbul bo'la olmayman. Mendan shoir ham chiqmaydi. So'zga chevarlik ham qila olmayman. Bulbul monand xonish qilib gulshanga kirib keta olmayman ham. Ertasi va indiniga mana shu qo'rquvdan kelib chiqib bo'lsa kerak, gulobxonaga biron marta qaytib kirmadim. Qo'limga qamish qalam olib yozdim va yozaverdim. Har bir jumlaning oxiri ishqi muhabbat bilan tugar edi. Ishqi muhabbat deb aytar, qo'llarim titrar edi. Men na ishqi muhabbatni tushunar, na ishqi muhabbat dengizini tasavvur qila olar edim. Bu kunlarda ishqi muhabbat shunchaki nigohimda qolgan edi. Men esa mana shu haqiqatni ongimga oradan ancha yil o'tib qabul qildira oldim. Lablarim tobora rangsizlashib borar edi o'sha paytlar. Haq taoloning menga ravo ko'rganimi bu, der edim o'zimga o'zim. Bu bardosh bersa bo'ladigan sinovmi? Shu tahlil tunni tun demay, kunduzni kunduz demay, uyda hech kim bilan bir og'iz ham gaplashmay 10 kun va 10 kechani o'tkazdim. Shoirlardan kechalari go'yoki ijozat olar edim. Kunduzlari esa xonadonimizga tegishli Gulzordagi gul ko'chatlari bilan gaplashib chiqar edim. Ha, so'zlash ham zindon, sukut saqlash ham. Men so'zlash, ko'ngilni ochib gapirib olish tarafdori bo'ldim. Ishqi muhabbat mavzusini kalovlanib qolgan tilimga gapirtirdim.
qora qamish qalamim bilan yozishni mashq qildim va oxiriga atirgul ifori taralib turgan sahifaga bir maktubni bitdim. Ey noyob atirgul, agar ismingni bilsam edi, ma'yus tilimni isming ila shod aylar edim. Joningni og'ritmasligi aniq bo'lsa edi, haligi atirgul suvi solingan shisha idishlarga qoningdan bir tomchisini qo'shgin deb aytgan bo'lar edim. Keyin mana shu shishadan menga bir tomchi bersang, uni oba-hayot o'rnida ko'rib siqoraman. Dimog'imni to'ldirib nafas olaman. Qani ayt, bu diyorning atirgulimisan yoki hudhud osmon va falakda safar aylayotib seni bu ellarga bexosdan tushirib yubordimi? Ko'ngilni hasda aylagan sinovmisan yoki? Mana hayotimni ol, lekin menga bu darding darmonini ato qil. Bu gal gulshanda tikanlar qalbimni yaraladi. Qani qalbimga sanchilgan bu tikanlarni sug'orib tashlasang edi? Tuni bilan nozik barmoqlaring xayolimdan chiqmaydi. Istihola qilib bo'lsa ham aytaman. O'zimni bulbul, seni esa atirgul deb tasavvur qildim. Mana shu gulshanga ko'nglimni berdim, ey dildor. Badani majolsiz qolgan qalbimni xarob aylading. Kunu tun alanglab qalbimni qidirdim, topa olmadim. Atirgul yuz xotiri uchun, bulbul yuz xotiri uchun, ishq va muhabbat yuz xotiri uchun bir qarab qo'y, qalbim mabodo senda emasmikan? Gulshan dilbari oshig'i, Dilbariston malikasiga maftun, bechora Hasan. Izoh: hudhud popshak qushining arab tilidagi nomi. U minglab kilometr masofani charchoqsiz, chanqamay va ochiqmay uchib o'ta oladi. Bu yerda Hazrati Sulaymon payg'ambar davrida olis yurtdan xabar keltirgan mashhur hudhud qushi nazarda tutilgan. 10-tun tongida gulobxonaga yetib bordim. Hali atirgullar ham uyquda edi. Uyqu ne ekanini bilmaydigan bulbullar orasidan o'tib bordim. Uyquni qochiradigan sharbat ichib olgandek edim. Men bulbul emas edim, ammo o'zimni bulbul deb o'ylar edim. Azondan uni kuta boshladim. Qo'limda tun qorong'usida qoralagan, necha kunlab qayta qog'ozga tushirib, yana qayta yirtib tashlagan maktublarimning oxirgisi. O'tizlab o'tirib, tomchilab yig'layotgan atirgul moyini to'playotgan idishning tagiga qistirdim maktubimni. Ha, albatta ko'radi. Qani u ham o'sha shishaning tagiga bir javob maktubi qo'yib ketsa. Javob maktubini olish uchun ertasi kuni poylashim kerak bo'ldi. Ha, shunday qildim ham. Maktubini qo'yib qo'ydim va gulobxonadan chiqib ketdim. Na birorta odam bilan gaplashdim va na kimgadir bir og'iz so'zladim. Ishq va muhabbatni umuman tashimga chiqarmadim. Ko'nglim unda bo'lmasa-chi, degan ehtimollar dengizida sayr va safar ayladim. O'ylagan sarim yondim, kuydim. Agar unga mubtalo bo'lgan ko'nglim unda bo'lmasa-chi? Atirgullar orasida ko'nglim yerga tushgan va bu paridek go'zal qiz ko'nglimga bir marta bo'lsa ham ko'zi tushmagan bo'lsa-chi? Ma'yuslik degan zindonda bir tunni 1000 tundek o'tkazdim. Har gal ko'zimni yumsam, ko'z o'ngimda yorni raqiblarim bilan birga ko'rar edim. Yig'lab yubordim. Shunday bo'lsa ham sukutni davom ettirdim. Iztirobga tayandim, yondim va kuydim. Qanday qilib bunday bo'ldi? Bilmadim-u, lekin necha kunlarni uyqusiz o'tkazdim. Qani mening qalbimni yoqqan bu otash uning ichini ham tutatmagan bo'lsa edi. Darhol to jonimni taslim qilganimcha uning otini unutar va qayta tilga olmay qo'ya qolgan bo'lar edim. Atirgulni tuproqqa tekizmas, uning go'zal boshini yerga egib qo'ymas edim. Soat asrdek, daqiqa yildek, lahza esa umrdek o'tdi. Yorni kutish tunning qorong'iligiga qora nuqta qo'yishdek gap ekan. Yorni kutish qalbni olovda toblash, ko'zlarga esa otash tekizishdek gap ekan. Ma'shuqning ishi kuttirish, oshiqning ishi esa kutish ekan. Ko'zlarimning buloqlarini quritib kutdim. Tilimga ishq va muhabbat mavzusida turli gaplar keldi. Bu gaplarning birontasini aytib ola olmadim. Shunga qaramay,
Ularning har biri uchun minglab doston ijod qildim. Bulbul nega shuncha yildan beri mana shunday oh tortib kutaverishining sababini bila olmadim. Ha, ishq va muhabbat deganlari intizor bo'lish, ya'ni kutishdan iborat ekan. Ha, ishq va muhabbat degani kunning soatlariga soat qo'shish ekan. Yorni kutish o'lishdek og'ir ekan.